Biz bugün Angliyaning poytaxti Londonda echilayotgan Uyg'ur sud kollegiyasining isbot berish yig'inining 3-kunlik qismini o'zingizlarga davomli naq maydonda taqdibyapmiz. Men olim, bu yoq bo'lsa Uyg'ur bo'limining muavin direktori Muhammad Juma apandi. Rahmat sizga. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Angliyaning London shahrida echilayotgan Uyg'ur sud kollegiyasining naq maydon anglitishi. Bu ham olim deb o'tgandek, bugungi bu anglitish bugungi 3-kuniga qadam qo'ydi va 3-kundagi guvohlik berish yig'ini natijalik oyoqlashdi. Undaqda hurmatli olim afandim, siz shu bugun 3-kunda guvohlik beruvchilardan Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonimning bergan bayonotidagi guvohlikdagi muhim nuqtalarni sharhlab tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi albatta. Degandek, Roshan Abbas xonim Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining quruvchisi ham uning ijroiya direktori. Bu tashkilot qurilgan bir qancha yil mobaynida Roshan xonim aktivchanlik bilan bu Uyg'ur masalasini Amerikachi va xalqaro ko'tarishda muhim rol o'ynagan bo'ldi. Uningdan sirt Roshan Abbas xonim, ya'ni bu bir faoliyatchi bo'lgan yoqi bo'libmi 2018-yili 9-oyda Amerikadagi mashhur Hudson tadqiqot markazida Uyg'urlarning hozirgi vaziyati to'g'risida bo'libmi 2017dan keyingi vaziyati to'g'risida nutq so'zlagandan keyin Xitoy hukumati hafta 10 kundan keyin hadisi doktor Gulshan Abbasni tutib yo'qotgan. Izderaksiz yo'qlab bir 2 yil yo'qolgandan keyin bular izderagini qilib topolmagan. Amerikadagi Gulshan Abbasning qizlarimi onasining izderagini topolmagan. Natijada oxiri bizning Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi, ya'ni Roshan Abbas xonimning hadisi Gulshan Abbasning kesilganligini yaqinda daliladiq. Shundan keyin ham bularning oilasi qolganligini bildi. Hamda Xitoy hukumati mo albatta o'z degandek Roshan Abbasning bir qancha qitim CIAning josusi, ilgari Guantanamo ishlagan, hozir Xitoyga qarshi ta'tir tashviqotni, yag'an sifatlarni to'plagan bir shaxs deb qaytadan ayblab keldi. Hamda bugun Roshan Abbasning bu Uyg'ur sud kollegiyasida asosliqqa o'tirib qo'ygani birisi o'zining hadisi shu Gulshan Abbasning yo'qolib 2 yilga yaqin yo'qolib ketganligi va keyin kesilganligi bo'lsa, yana bir tarafdan yo'ldoshi Abdikimning oilasiga 20-30 tuqunining ota-onasidan tortib hatto uydan yo'q ekanligi, uylarida taqoqlik ekanligi. Undan sirt yana Xitoy hukumatining bulog'lama emas, mushlarga o'xshash nurg'un Uyg'ur oilalariga qaratgan mushundaq siyosatni cho'nqurlab o'tirib qo'ygan bo'ldi. Ya'ni nurg'un Uyg'urlarning, masalan, chet eldagi Uyg'urlarning aloqasining uzilganligi, urug' tuqqanlar bilan aloqalashmaganligi ham ularning nima bo'lganligini uqolmaydiganligini, bularning faqatlam shuning bir misol ekanligini, nurg'un chet eldagi urug' tuqqanlar evatdan yo'qolib ketganligining shunga oid obdan shaklda tushganda, ya'ni Xitoy hukumatining hamda nima uchun bu so'rgan savollarni, masalan, Roshan xonimdan nima uchun ya'ni siz hodisani so'zlagandan keyin bu Xitoy hukumati adingizni sizga 3 ilish xarakterlik shaklda ko'rak elib tutib oldi deb qaraysiz degandek. Roshan xonim ravan ingliz tilidan oid yaxshi birisi guvohlik bergan bo'lsa, yana bir tarafdan so'rgan savollarga mana oid aniq yaxshi javob bergan bo'ldi. Ya'ni bu hodisa instituti biz bilgandek bu Washingtondagi, ya'ni bu Cumhuriyetçi partiyasining qo'lidagi oid kuchli bir tadqiqot markazi. Uningda masalan Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo, masalan Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkel, bular hammasi shu hodisaning fellowsi hamda shuning a'zosining biri. Naiti Amerikadagi muhim erboblar, siyosiyonlar uning a'zosi bo'ladigan Amerika bilan Xitoy orasidagi va dunyodagi muhim siyosiy masalalar to'g'risida ilmiy muhokama yig'inlar ochilgan bir organ. Shuningami Roshan xonim shu yerda so'zlagandan keyin hadisi yo'qolib ketgan. Shunga shu masalalarni naiti jonliq paketlar bilan yaxshi ingliz tili bilan tushuntirib o'tgan bo'ldi. Unda bo'lsa uning Roshan Abbas xonimdan keyin Mekrgul Tursun guvohlik berdi. Hamda siz Mekrgul Tursunninki muhim nuqtalarni bir so'zlab bergan bo'ldi. Rahmat. Roshan Abbasninki guvohlik haqida yaxshi qisqa ixcham tushuntirish berdingiz. To'g'ri, bu Mekrgul Tursun xonimmi shu Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan lager siyosati haqida tunji bo'lib sahnaga chiqqan Uyg'ur
hanım kızlarının biri. Mehrigül'ün hikayesi öz aldığa yani şunçluk içinçlik. Bunun hikayesininki en içinçlik taraflarının birisi. Bir oğlununki, bir perzentininki. Xitayninki tutqunda, ansı tutqunda. Yani şu üç balısının Xitayning doktorununki ilkidik vaqtida ölüp ketkenliginden ibaret üç balısının birisi yani oğlunun. Bir içinçlik hikaye. Ve hem de balısı hem de tuğulup imit atkan bir balının atanısını ayrıştığından ibaret. Bir dehşetlik bir hikayede bu hem de. Bir anığı nispeten bir ayının aldıda oğulundan hoşuşup, mecburi aldı ağırılıp, iki aydan keyin çıkıp oğlunun ölgeni muzlutulgan bir bedenine tapşırıp eriştiğini ibaret mi bir korkunçluk artık bir elem olması gerek, azap olması gerek. Demek Mehrigül muşundaq bir elemlerge, muşundaq bir korkunçluk kısmetlerge duş kelgen hem şunu tik turib yaşap atkan bir hanım kızımızның birisi. Mehrigül'ninki yani bir güvalıqdaki yani bir kızlık mühim bir nokta. Bu kızınınki aqaqıdan 3 qitim turmaga qamalganligi. 2005-2017 degandek arlıqlarda. En ahir qitimliqi lagerga taşlandı 3 aydan artıq. Bu 3 ay jaryanida 3 ay jaryanida bir lagerda kögen anlağanlары hazırkigacha şu hazırkicha lagerga qamalib, lager haqida guvalıq berib atqan guahçılarning bilan asasen o'xshash. Yani buningda qon elish, dori berish, 2 soatdan uxlab 2 soatdan o'rtirib ko'zatchilik qilish, yatak sharoitining nacharligi, tamoq sharoitining nacharligi, yuyinish aslarlarining bo'lmasligi, mehnatchilik uyadagi hatto odamlarningki o'zininki hojatini sundigan vaqtidagimi bir shaxsiyatininki bir maxfiyatligining bo'lmasligi, hamma narsani ko'zatib turilganligi, to'g'ri iborat nurg'un hikoyalar bor, içinçlik hikoyalar bor. Yana birisi buningki yana 3 oy jarayonida 9 ayolninki o'limiga shohid bo'lishdan iborat yana bir yangilik. Hozirgacha nurg'un guvohlik beruvchilar o'zining yatqida ma'lum darajadagi ziyonkashliklarni, o'lim yetimlarni çeklik şekilde kögellikini dep geldi çünkü böyle yerde bolsun özünün yatqıda bolmaganligini dedi yoki kögellikini dedi. Mesela bir neçe qatim şu gaplarni dedik. Amma Mehrigül bir yataqdılam 9 adamning kögelligidan guvaç bolganligini, hatta birisininki uxla ör turup bir ayolning ismini unutib qoldim. Ör turup shu saqch ilqi guvalıq berib atgan vaqtida ilqi күзәтчилик qilib atgan vaqtida yiqilib tushib o'lib ketganligini deydi. Yani bir ayolninki Xitoycha naqshini dehqon bo'lg'achqa o'qiyolmaganlik uchun qattiq haqoratga uchrab şu yetiplam azaplanıp uxlab ertesi qopmaganligini aytadi. Bunun hikayelerinin bir kısmı bilgen buna jiqqi to'xtalmagan bo'lsin balkim. Bu bayonotiда bor bu. Buni bizga so'zlagan radiomizda ziyorat qilgan bu bir qizni. Bu yana men eng ta'sir qilgani hozirgi kallamda shu rasmdeklan bor. 75'ida bir ana 2 farzand bilan dehqonchilik qilayotgan. Da? Biz men bu yezda cho'ng bo'lgan, mening onamni dehqon, yezda bizning shunda cho'ng qiladi-da. Masalan, siz shu yerda 2 bolangizdan dehqonchilik qilayotgan vaqtingizda Israillik 2 o'g'li yoki bir qiz yoki bir o'g'il 2 farzandi bor. Bu ana etizning 5'ini elib ketildi. Buning 2 bolasi etizlikning 5'ida qoladi. Bu ayolning butun hasrati shu 2 bolamga nima bo'lganda? Shu. O'lib ketgan ayolning birisi shu. Aşağıda lagerda. Demek bir ayol shunchalik chiroyli yurak bag'ridan ayrildi. Mecburi aldı bir dehqon o'zining nima uchun elib ketilganligini bilmaydi hatta. Endi butun hasrati uning nima uchun elib ketilganligidan boshqa, uning azoblaridan boshqa bir ana sifat bilan o'zining farzandining derdi. 2 farzandining nima bo'lganda? Oxiri shu 2 farzandining taqdiridanmi bexabar aldı. Bir ecel o dunyoga safar qildi bu ayol. Mush hikoyasi mening kallamda hozir bir etizlik. Bizning yezlarimizda biz ko'rgan nurg'un ayollarning obrazi hikoyada kinoning bir kartinasidek kallamda qaytib qolganlik. Mushta hikoyalarga shohid bo'lgan bir ayol, ya'ni shundoq bo'lishiga qaramay, hozirgi tik turib, bejandil, ham bardam, ham keskin, ham jasurlik bilan shu Xitoyninki tashviqot mashinalari, hukumat organlari, soqchi organlari har qanday shakldagi tahdidlarga duch kelib, ularninki haqoratlarga ve yanılam xorlaşlarga, tıllaşlarga baş egmey özünün hikayesini, özününki beşik yegen kısmetlerini xalqara mediada, xalqara axbaratlarda, hükümet orullarda, hatta devlet meclisinde içilgan
guvalık bir iş yığılırdı mı? Jallık ravişte sözlep kelewatkan, aňyldyp kelewatkan guvaşlaryň biri bundan biz qaýıl bolmay turanmaýmys. Yani bu Mehrigül Bigentep etdi. Sot kollegiyasidan talep qilgan vaqtida 9 ayalnınki qısası mening bejel ölüp ketken oğlumnınki ölüm üçün bir adalet talep qilama şulaqsıla. Aqtarap turup bir höküm çıqırıp birňlar degan talepni oturup qoýdy. Biz belki yaxşı meningçe yaxşı ötken bir guvalyk boldy dep qardım men. Toğra. Hakikaten Mehrigül Tursun'un emdi jasaretiga yana qalan 3 günden ýaky guvalyk bergen qalan hanım kızlar hem erlerinin jasaretiga barakallah. Mehrigül Tursun hakikaten tunji bolup Xitay Taşqı işler Ministerliğinin bayanatçısı Hua Chunyun rasmini kötürüp ismini tatıp ismini elan qılıp durup hujum qilgan şu Mehrigül Tursun bolgan. Mehrigül Tursun yağan dedi, yağan şahitlik berdi degendek. Elbette bu hanımның faciası bek təsirlik bir balısını siz dediniz. Soğuk bedini özünün qoluğa tutqup qoydu dep özüm guvalyk düşün dedi. Elbette bu her qanda insana təsir qılmay qalmaydı. Bundan keyin elbette bizning radioning investigative journalist, tekşür, asaslık tekşürgüçi muhbirimiz Şökret Oşur çıkıp özününki delilligen bazı bir şu lagerdagi bazı delilligen meselelerini oturup koyup çıraylık şerhiylep, iniqlap bergen boldu. Bu mana aitdi elbette birisi bizning radionun oynagan rolunun özüne kösetken bolsa, yani Şökret'nin qanda usullardan payınılıp, yani Xitayning işide bolatkan, lagerning işide bolatkan bazı narsalarni qanda öz delilligenligi, yoğurtganligi, qanda şekilde bolganligini bu sotning aldıda texmo dalil isbotlar bilan yo'rtib bergan bo'ldi. Albatta bu sotqimo naqamda bizning Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bölümünden başqa yana bir Uyg'urlarning xalqarалық bir radiosi bo'lmagandan keyin garchi boshqa g'arib ingliz tili boshqa matbuotlarga xabar bergan bo'lsa-mu, ammo bizning o'ynagan rolimiz albatta o'xshamagandan keyin bo'lib bu Şökret Oşurning shunga bugun Şökret Oşurning chiqib bu nurg'un dalillarni o'tirib qo'ygani albatta bu sotqina ait keraklik materiallarni to'pladi deb o'ylayman. Siz qanday qaraysiz? Albatta Şöhret Oşur o'zininki shu axborot shu radio munosabatlik xabar uchurlarni dalillash jarayoni va lagerdagi bir lagerda, yani Qashqa, yani Toq Qashqaning konsernaisi, yani Toquzaq bilan opal, yani mening nizamning arsida sayıq qurilgan bir lagerdagi bir amallar bilan, tövəndarlik amallar bilan o'tkazgan söhbət asasidagi nurg'un sonliq ma'lumotlarni jipuvchini ta'minladi. Masalan, u yerda o'quvchilar qanday lagerga elib lagerdagi o'quvchilar qanday kamerdan sınıf elib berildi. Ularning kunlik mashg'uloti qanday bo'ldi? Yotoq kirgandan keyingi o'tirish degandek nurg'un yaxshi usullarni ta'minladi. Şöhret faqat bulam emas, sizning esingizda bor, bir necha kunning oldida Xitoyningki Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Li Jianjiao Şöhret Oşurning rasmini chaplab, Şöhret Oşurning Erkin Osiyo radiosini qarildi, CIA'ninki tashviqot apparati, CIA'ning agenti degandek gaplarga hujum qildi. Albatta Xitoy hozirgacha CIA işletkizmegen CIA'ning xodimi qilmagan bir odam maqomida Adrian Zenz'dan tatib Roshan Abbas'ın bizning radio CIA'ning bizmi shayxaligimizda biz Xitoyningki tashqi ishlar ministerligi bilmay yuribdik degandek qo'ygan bo'ldik. Shunday ishlar bilan qildi, ammo qanday bo'lmasin Xitoy har xil o'zining yag'anlari, ishlar tashviqotlari bilan bizning radiomizni xalqaro matbuotlarda hali hozirgacha qarlab keldi. Şundaq olsun biz bejan dillarda özümüzün xizmetini davamlaştırıp geldik. Onundan başqa yani tilga elişki tegishli bo'lgan bir nuqta radio haqida bo'lib o'tganligi uchun bu gap. Biz Şöhret Oşurninki hozirgacha Xitoyninki zarb berish nishoni qilingan bir muxbirimiz ish keldigini tilga olib o'tishni to'g'ri deb qardim. Chunki biz bu fursatlar bek az. Şöhret Oşur 2009-yildagi shu Urumchi qirg'inchiligini, Urumchi voqeasini jonliq shaklda ota-onasi balları yo'qolib ketgan ota-onalarning hikoyalarini anlatishda, türmede ölüp ketken, izdireksiz gayip bo'lgan Uyg'urlarninki hikoyasini anlatishda na kuchlik rol o'ynagan. Ularning orasida hatto mening bir tuqqanim bor. Mening bevos tuqqanim bo'lmasmi, ayolim tarafdan tuqqan bo'lgan bizning bir hamda bajidamdoq bir bajimizninki ölüp ketken bulaqsılık bir balning hikoyasini so'zlagan. Merhaba, onun ayolning ismini bilaman.
bu şu jihatdan tatip azizliklerge yaxşı rollarını ötep kelip oturdu. Şunlaş Xitay hökuməti şöhrət oşurunun avazını buğuş üçün xəli küçük rəvişdə bunun hücum qıldı. Hatta bunun Tudaxun qatarlıq bir neçə akınlarını üçün tən qamab olağı zərbi bəgən, hatta oğulunu içkirdinəkirib, onu qoqatqan, lagırı taşlaqan, qızını zərbi bəgən, onun jürkün sıqqan nurgun zamanları oldu. Şunda olsun şöhrət yanılam. Dadıl aldı qarab özününki vəzifəsini bu buriş dep qarab bunu yaxşı davamlaşdırıb kelib oturdu. Onun bilan birlikdə yana bizdinki radioda əlbəttə Xitayның zərbisiga uçurğan şöhrət emas nurgunlarımız var. Onu belki siz sözləb etişiniz mümkün. Doğru. Demek kanalımızın bizning radio Xitay her tarafdan hücum qismi yanılan biz özümüzün operasiyasını izchil davamlaşdırıb kelib oturmuz dep qarayman men. Əlbəttə bu yerdə Şöhrət Oşuni degəndə Xitay hökumətinin bayanatçısı ismini atıb durub hücum qilishi, Erkin Asiya radiosunu bizni CIA bilan bağlışı, əlbəttə bu təsadüfi bir iş emas. Abay siz degəndə Şöhrət Oşunun akif kökülləri, onun tuqqanları, qeyrindaşları hazırgacha aniq emas, nurgunları lagerda. Onundan sır bizning radioda sizning inlaringiz bo'lsin, urug' tuqqanlaringiz bo'lsin, qolgan muxbirlarimiz, masalan Asadning tixi Akislan inisining lager ishganligini, yana birisining kesilganligini, sizning bir iningizning yaqini kesilganligini o'zimiz dalillagan bo'ldik. Uningdan sirt qolgan muxbirlarimiz mayli Guljakra bo'lsin, boshqalar bo'lsin, hatto Qurbon bo'lsin, hammalarning birdan nurg'ungacha urug' tuqqanlari ya kesildi, ya lagerga elib ketildi, ya izdiraksiz ularning nada nim qilayotganligi, hayotmi yo o'likmishganligi aniq emas. Shunda bo'lsa-mu, mayli Şöhrət Oşur bo'lsin, siz bilan qolganlar bo'layli. Biz yana xizmatimizni davomlashtirib ketib boramiz, chunki bizning o'ynayotgan rolimiz, o'zimiz bilamiz, muhimligi rolni. Ammo shu sababdan albatta Xitoy hukumatı hamda bizga hücum qilishi tasodifiy bir ish emas. Şemas to'g'ri deysiz. Qanday qilib bo'lmasin, bugun radio haqida yana azroq so'zlab qoldik, chunki gap radio haqida hücum bizga kelayotgan ekan. Guvohlik bergichlarmi radio haqida radioga munosabatli shaxslar bo'lganligi uchun menimcha bizningki anglag'ishlarimizni bizni to'g'ri tushundirdi deb o'ylayman. Chunki albatta bu bugungi bu faoliyat biz haqida bo'lmagan faoliyat, biz azroq so'zlab qoldik. Yani kanalımızın bugünkü bu guvohlik berish yig'ini 3-kuni eng oxirgi bosqichda shunchalik natijalik oxirlashdi. Mesela bugün Şöhrət Oşurdan şu asaslık sual sorgan mutaxassislarning birisi Aldo Zamin Borda degan xadim bo'ldi. To'g'ri. Bu hamda Angliya Ruskin universitetining qonun fakültesinin sabık modeli ekende. Boş adam emasken bu mu? Kanun fakültesinin modeli. Demek bu adamınki her bir suallarda. Laskunluğun deyin degen pek çoğun gap. Her bir sualı da demek şu özünün erişmekçi olan cevabınınki bir bunun da bir ehmiyetlik bir bağlanışlık bir yer oldu. Elbette bu kanun şunası olgandı ki bunlar bir suallarını aldırıp çıkamaydı. Sual soruğa vaxtıdı mı? Elbette siz kanunda okuyan bir adam. Demek keşke canlılık suallar oldu. Lagerinin kurulması hakkında suallarını sordu. Ulanınki işi elip biriş beceriş usulları hakkında, sistemi hakkında boldu. Demek bugünkü şu guvohlik berish yig'ini umum jihatdan natijalik bo'lgan bir guvohlik berish yig'ini bo'ldi deb mayli texniklik jihatdan bo'lsin bizning operatsiyamizni yaxshi davom qildirdik. Shunga men o'zim qanday xush bo'ldim deb o'ylayman. Bo'libmi bizning tarqitish jihatdagi texniklik masalalarning yuz bermaganligidan deb qaradim hamda. Shu nurg'unlar uningda andish qildi, balkim hujum uchrab nima bo'lganda agar internet hujum uchrasa balkim taqat qilib bo'lishni atayin deb xuddi Belgiyada bo'lgandek. Belgiya parlamentimi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi ustida bir qaror loyiha o'tkazamiz degan kuni, masalan, to'g'ri hujum uchrab, u kuni qilamdi masalanda. Ammo yaxshi ishlar normal ketyapti. Unda bo'lsa, aytadiki, guvohchilarning kimligini bir bo'ldi degandek, bu to'liq bir kunlik faoliyatimiz bor. Shunga siz shuni bir tafsiliy tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Xato yo'q. Şunun bilan bugungi bu to'r bizningki bu suhbatimizni mishad xuloslasak bo'ldi. Shunday qilaylik. Unda bo'lsa, hurmatli ko'ruvchilar, bugungi ya'ni yakshanbalik Angliyaning poytaxti Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasining bo'sh isbot berish yig'inining 3-kuni shuning bilan oxirlashdi. Attigina guvohlik berganlar birisi g'arblik mutaxassis Uyg'urshunos advokat, xalqaro kishilik huquq advokati Shana Joli xonim so'zlaydi, guvohlik berdi. Yana Xitoy hukumatining nima sababdan Uyg'urlarni nishon qilganligi.
Ondan keyin namsiz bir guvachi so'zlamoqchi. Ondan keyin Nursimon Abdurashid xonim Turkiyadan isbot berdi. Ondan keyin yana isbot bergan ikki Uyg'ur bo'lsa, birisi Malikzod Habibul, yana birisi Mahmad Tavakkul. Bo'ldi, rahmat. Ana yaxshi tushuntirib berdingiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, ko'rmanlar, ekran аңындагы барлык qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosuning Angliyaning London shahrida ishlab atgan Uyg'ur sot kollegiyasining naq maydon tarqitishi. Bugungi anglitishimiz mushaqish bo'ladi. Ata bizningki yana bu tarqitishimiz radiomizning tor betida, radiomizning sotsial media kanallaridan Facebook, Twitter va YouTube'da naq maydondan o'ziringlarda bo'ladi. Ekranımızga davamlıq diqqət verişinizləri qarşı alırıq. Görüşküçə xoşaq boğaysızlar. Xeyr xoş. Xoş.